Nafaqat homiladorlar, balkim yosh katta erkaklar ham eshitsin. Holsizlik, tez charchashda foliyaviy kislota, kamqonlikda foliyaviy kislota, tilning qizarishi yoki achishida ham foliyaviy kislota, diqqat va xotira pasayishida ham foliyaviy kislota, homiladorlik davrini rejalashtirayotganda ham foliyaviy kislota, homiladorlik davrini yarmigacha foliyaviy kislota, homiladorlik davridan keyin emiziklik paytida ham foliyaviy kislota ichib turish kerak bo'ladi. Sababi organizm foliy kislotani o'zi ishlab chiqarmaydi, uni tashqaridan oladi. Sabzavotlardan esa foliy kislotani yetarli miqdorda qabul qilishimiz qiyin. Qolaversa, sabzavotdagi foliyaviy kislota 50 gradus haroratdan oshgandan keyin kuyib ketadi. Biz hammaga manfaatli bo'lish uchun shu videoni qilyapmiz. Haterlar, hab turinglar. Habuturona deydi. Habuturona. Habotirinlar. Jim o'tiringlar. Habotirinlar akalar.